Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Siz Andijon Tunuka-fon kanalini tomosha qilmoqdasiz. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan Tunuka-fon ishlarini qilib kelmoqdamiz. Bizning navbatdagi xonadonimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Dorboz mahallasida mana shunaqa go'zal holatda o'z nihoyasiga yetmoqda. Har doimgidek video boshdanoq sizdan bir dona like, mendan esa ushbu xonadonimizni hisob-kitobi. Biz ushbu xonadonimizni avvalo aytib o'tdik, qayerlarni Tunuka-fon qilib berdik. Mana shu ichkari shapkasi G shaklida tagi bilan birgalikda. Mana bu yerda ustunimiz bor edi. Mana shuni ham Tunukada o'rab berganmiz. Undan tashqari darvozaxonamiz, darvozaxonamizning mana bu yon qismlari ham o'ralib ketadi. Hali bu yerda ish jarayoni ketmoqda do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, darvozaxonamizning o'rtasiga oyna rombilaridan qo'yib berganmiz do'stlar. Shuning uchun darvozaxonamizning chekasini, darvozaxonamizning eni ensizroq bo'lganligi uchun chekasini ham oyna rombi to'liq holatda tushishligi uchun qisqaroq qilib bitirib berganmiz. Mana bu high-tech uslubdagi qovurg'amizga esa har bittasiga lampochkalardan o'rnatib berganmiz. Xudo xohlasa lampochkalari yongandan keyin juda ham chiroyli holatga keladi. Xo'p do'stlar, bu darvozaxona va tashqari shapkasini boshidan oxirigacha qilib berdik. Undan tashqari bu xonadonimizga 13 metr turbalarni ham qo'yib berdik. Xullas do'stlar, mana shu tashqari shapka, darvozaxona, darvozaning tepasi, ichkari shapka tagi bilan birgalikda xonadon egasiga bor yo'g'i 16 million 500 ming so'mga barcha xarajati ichida bitdi. Oynasi, turbalari, Tunuka-foni, reyka samarezli esa, xullas hammasi ichida. Usta puli ham mashina ichida ketdi, hurmatli obunachilar. Yo'l kiralari ham mashina ichida bo'ldi. Bu xonadonga jami bo'lib, Tunukani rasxodiga hisoblaganimizda 126 kvadrat atrofida Tunuka rasxod qildik, hurmatli obunachilar. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr Tunuka-fonning narxi barcha xarajati ichida vodiy bo'ylab 140 ming so'mdan, boshqa viloyatlar bo'ylab esa 150 ming so'mdan qilib berilmoqda. Ya'niki do'stlar, noto'g'ri eshitmadinglar, biz nafaqat vodiy bo'ylab, balki boshqa viloyatlar bo'ylab ham xizmat ko'rsatmoqdamiz. Siz har qanday viloyatdan bo'lmang, bizga bemalol buyurtma qilsangiz bo'ladi. Inshaalloh sizning xonadoningizni ham qo'ldan kelgancha chiroyli holatda Tunuka-fon qilib beramiz. Biz Andijon Tunuka-fon kanalini yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi biz deyarli har kuni mana shunaqa Tunuka-fonga oid bo'lgan video obzorlarni, ya'ni o'zimiz qilgan Tunuka-fon ishlarini, videolarni mana shunaqa obzor tariqasida sizlarga ko'rsatib boramiz. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, deyarli har kuni bizning videolarimizni kuzatib borishingizga to'g'ri keladi. Xo'p do'stlar, bo'lmasam biz videomizni mana shu joyga yetganda yakun yasaymiz. Sizlarga eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tdim deb o'ylayman. Yana qanaqadir talab taklifinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishinglar mumkin. Albatta sizlarning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringlar markazida har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Rahmat hammaga.